Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 9-mart 2026-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan kelibdilar. Laboni atroflariga polni tunika o'raldi, shumkali qilib o'raldi. Mana joylari konteyner taxtalar qo'yilgan. Penaplekslar ham shu holatda. Bu narsalar qattiq tegadigan bo'lsa, bukilib ichkariga kirib ketmaydi. Yo'llari ham bukilgan. Taylarigacha mana 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda, ochganda qo'l ilmaydi. Mana bunaqa akkumulyator zashta qiladigan sondiqchalar qo'yib qo'yganmiz. Mana sondiqchani bu holatda ochiladi. Ko'rishingiz mumkin. Qalinliklar 1.8 temirlikdan bo'ladi bu sondiqlarda. Alohida ham sotiladi. Qulf kaliti bor. Hop, tunikani qoplatilgan ekanlar bo'lsa ham sondiqda o'ziga telefon qilishi mumkin. Poliga rezinkasi bor. Tepasiga bagaji bor. Tagiga durgalari bor, alohida sotuvda. Murojaat uchun mana bu raqamlarga behijolat telefon qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida o'rnatib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa behijolat yozishni unutmanglar. Kuzatishni davom eting, like bosib fikrlaringizni qoldiringlar. Do'stlarga, yaqinlarga labo olgan tanish bilishlarga jo'natishni unutmanglar.